Mana shu Real Madrid afsonasini topa olasizmi? Adashmasam 5-qism. Hoziroq Madrid yuragiga obuna bo'lib qo'ying, biz esa boshladik. Bu futbolchi braziliyalik. Bu futbolchi uncha-muncha odam eslamasa kerak, ammo 2014-yilda u ijarada Portoda o'ynab kelgan. U yana bir bor eslatib o'taman, jamoamizni afsonasi va bir necha marta Chempionlar Ligasini Real bilan yutgan. U 2020-yildan keyin boshqa jamoaga o'tib ketgan. U Ronaldo bilan Manchester Unitedda ham o'ynagan. Bu joyni o'zi bu o'yinchi kimligini chinakam Real muxlislari bilib bo'lgan bo'lsa kerak. Shuning uchun videoni pauzaga bosib izohlarda yozsangiz bo'ladi. Agarda hali ham bilmayotgan bo'lsangiz, mana endi aniq bilasiz, chunki oxirgi ishonani sizlarga aytib o'taman. U tez orada Lionel Messi bilan bitta jamoada o'ynaydi. Xo'sh, bu futbolchi kim? Topdingizmi? Ha, albatta, bu videoni boshqa Realchi do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Agar Real haqida hamma narsani bilaman, yorib yuboraman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sizlar uchun